Bugungi kunda sotib olishga juda ham hushyor bo'lish kerak bo'lgan va ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan top 5 ta smartfon. Bular hammasi Android bo'lib, hozirgi paytda ularni kopiyasi, qayta ishlangani juda ham bozorda tiqilib ketgan. Hamma ham ularni farqiga borishni bilmaydi. Agar videoni oxirigacha ko'rsanglar, ularni qanaqa qilib farqlashdi va ular qaysi modellarda ko'proq uchrashi haqida ma'lumot berib o'taman. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Mobil Offline. Replika va qayta ishlangan. Bu so'zlarni ma'nosini tushunib olamiz. Replika bu qaysidir mashhur brendlarni dizayn borasida o'xshab ketadigan nusxasi, ya'ni birga bir o'xshashi mumkin, ishlash jihatdan ham o'xshatishi mumkin, lekin nooriginal hisoblangan kopiyasi ruschalab aytganda. Qayta ishlangan global nomi shunaqa yoziladi va uni qisqartirib REF deb atashadi. REF bu oldin kimlardir tomonidan ishlatilgan va keyinchalik zavod uni ta'mirlab, nosozlarni almashtirib, qayta sotuvga chiqargan modellarga REF deb ataladi. Replika va qayta ishlangan telefonlar bular asosan qaysi telefonlarda ko'proq uchraydi? Bu narsalar ilgari asosan flagman telefonlarda ko'proq uchraydi, chunki flagmanlarga hamma o'ch bo'ladi, flagmanlarni hamma xohlaydi. Ko'pchilik uni kopiya bo'lsa ham fond uchun olib ishlatishni yaxshi ko'rardi va shuning uchun aynan kopiya telefonlar flagmanlarda bo'lgan. Samsungda S markalarida va iPhone'da hamma pokoleniyasida va qaysidir boshqa kompaniyalarning sotuvi eng yaxshi bo'lgan telefonlarini kopiyalari, replikalari chiqar edi. Lekin hozirgi paytda bu narsa budjetli telefonlar segmentiga allaqachon kirib kelgan. Nimaga? Budjetli telefonni ishlatuvchi odamlar ko'p ham telefonni farqiga bormaydi. Chunki o'zi arzon, u o'zi telefon shunaqa bo'lsa kerak deb hisoblashadi va shuning orqasidan juda ham ko'pchilikning qo'lida replika telefon yuribdi. Katta ehtimol bilan sizning qo'lingizda ham replika bo'lishi mumkin. Hozir men sizlarga aytadigan 5 ta modelim hozirgi paytda bozorda bilmayman, prosentini ayta olmayman, lekin o'zim ham faoliyatim davomida juda ham ko'p duch keladigan smartfonlar va juda ham ko'pchilikning qo'lida aynan replikasini ko'ryapman. Birinchi modelimiz Redmi kompaniyasining Redmi 12 modeli. Redmi 12 modelini ekranlarida ko'rib turibsizlar. Bu yerda original telefonda xarakteristikasi yozilgan. Ekrani va unga qo'yilgan chipi, ya'ni protsessori, kamerasi, batareya hajmi va uni vesi, ya'ni og'irligi. Aynan shu ko'rganlaring Redmi 12 ni original varianti. Iloji bo'lsa screenshot olinglar va video so'ngida buni kopiyasini qanaqa bo'lishini ko'rsataman. Ikkinchi telefonimiz ham Redmi kompaniyasiga tegishli, ya'ni budjetli segmentdagi telefonlarni yangi chiqqanlardan biri Redmi 13 modeli. Ekranlarida ko'rib turgan ushbu modelimizni ham originalni xarakteristikasi MediaTek Helio G91 Ultra protsessori qo'yilgan bo'lishi kerak. Kamerasi 2 ta, 108 megapiksel va plus 2 megapiksel. Batareya hajmi 5030. Og'irligi 205 gram bo'ladi. Rasmni ham agar sizda Redmi 13 bo'lsa, screenshot oling. Buni ham video so'ngida men hamma aytadigan telefonlarimni originali qanaqa va kopiyasi qanaqa bo'lishini ko'rsatib o'taman. Uchinchi telefonimiz ham Redmi kompaniyasining hozirgi paytda eng budjetli sinfdan biroz yuqori, lekin juda ham ko'p sotilayotgan, hamma reklama qilayotgan telefoni Redmi 13C modeli. Telefonimizning dizayni va xarakteristikasini ko'rib turibsizlar. Buni ham iloji bo'lsa screenshot qilib olinglar va xarakteristikasini iloji bo'lsa eslab qolinglar va keyingi modelga o'tamiz. Keyingi modelimiz ham shu Redmi 13C ni Poco varianti bor, ya'ni Poco C65 modeli. Telefonimizning xarakteristikasi Redmi 13C bilan hech qanaqa farqi yo'q, faqat nomida farqi bor xolos. Qolgan har bir detali, har bir qismi bir xil. Faqatgina yagona farqi nomida. Nihoyat so'nggi 5-telefonimiz bu Samsung kompaniyasiga tegishli eng arzon bo'lgan telefonlardan bittasi Samsung A14 modeli. Ushbu ekranlarda ko'rib turgan xarakteristika uni originalga tegishli bo'lgan detallar. Buni ham screenshot qo'yinglar agar sizda Samsung A14 bo'lsa. Yuqorida ko'rsatib o'tgan 5 modelimiz ham hozirgi paytda sotuvi juda ham yaxshi ketyapti. Haligacha odamlar olyapti, lekin juda ham katta ehtimol bilan kopiyasi, qayta ishlangani va o'zi uchinchisi yo'q edi-yu. Yuqorida ko'rsatib o'tgan 5 modelim hozirgi paytda ham sotuvlari juda ham yaxshi. Nimaga? Chunki u telefonlar arzon. Hamma ham uni bemalol ola oladi. Shuni hisobiga bu telefonlarning savdosi juda ham yaxshi, juda ham zo'r ketyapti. Lekin
boya aytganimdek, buni kopiya hamda qayta ishlangan variantlarini juda ham ko'pchilik sotib olishyapti. Endi sizlarga buni qanday qilib farqiga borishni o'rgataman. Xo'sh, bularni original bilan qanday qilib farqlash mumkin? Buni yo'li juda ham oddiy. Agar siz ushbu telefonlarni sotib olayotgan bo'lsangiz, biron bir magazindan yoki birontasidan qo'ldan olayotgan bo'lsangiz ham, o'sha telefondan Play Marketga kirasiz va ushbu dasturni o'rnatib olamiz va uni ochamiz. Bu yerdan birinchi ko'radigan narsamiz sistema bo'limi. Sistema bo'limidan biz telefonimizni patentlangan raqamini ko'rishimiz mumkin. Ushbu raqam orqali biz Google yoki Yandex orqali qidirsak telefonimizni markasi kelib chiqadi. Pastroqda operativniy xotira 8 gigabayt deb qo'ygan DDR5. Ostida esa pamyati 225 ko'rsatyapti, lekin menda 256 gigabayt pamyat, qolgani sistemniy papkalar egallagan. Agar sizni telefoningiz 256 talik deb sotishgan bo'lsa-yu, lekin sizni telefoningiz bu yerda 128 talik 64 lik ko'rsatayotgan bo'lsa, demak sizni qo'lingizda replika turibdi. Shunga juda ham e'tiborli bo'linglar. Keyingi kiradigan joyimiz CPU bo'limi. Bu yer ham juda ham muhim joy. Bu yerda protsessor haqida ma'lumot yozilgan. Menda Dimensity 8100 ko'rsatyapti va xarakteristika bo'yicha ham shunaqa bo'lishi kerak menda. Sizlar ham o'zingizlarning qo'lingizda telefonni xarakteristikasini oldin o'rganib chiqinglar va shu programma o'shani ko'rsatsa, demak sizlarning qo'llaringizda ham original bo'ladi. Agar boshqacha bo'lsa, demak sizning qo'lingizda replika turibdi. Отображение bo'limidan ekran ma'lumotlarini olishimiz mumkin. Pastroqda render deb qo'ygan bu narsa grafik chip, ya'ni umumiy grafikani, umumiy ranglarni shu chip orqali o'qib beradi va bizga ko'rsatib beradi. Uni ostida esa chastota gersovkasi, hozirgi paytda turgan nastroykasi. Agar men buni 120 qilsam, bu ham o'zgaradi. Keyingi bo'limimiz batareya bo'limi. Set bo'limiga kirishimizga hojat yo'q, u yerda sim karta ma'lumotlari. Shuning uchun batareya bo'limiga kiramiz va eng ostiga tushsak, bu yerda batareyamiz necha machligi ko'rsatilgan. Mani xarakteristikam bo'yicha 100% to'g'ri turibdi. Agar sizni batareyangiz 5000 mach bo'lishi kerak, lekin programma uni undan ozroq 3000, 2000 ko'rsatayotgan bo'lsa, demak sizda replika yoki qayta ishlangan telefon turibdi va sifatsiz batareya bilan. Videomizni shu yergacha ko'rgan hammaga rahmat aytaman. Agar videomiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bemalol like, kommentariya va podpiska bosib qo'yinglar va keyingi mavzuyimiz nima haqida bo'lishini xohlasalaring ham kommentariyaga albatta yozib qo'yinglar. Biz albatta harakat qilamiz sizlarga foydali videolar chiqarishda. Xo'p, nima ham deymiz? Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, qalbaki narsalardan hushyor bo'linglar.